YouTube'dagi birinchi videomiz aka, biz mana shu bo'ladi. Bu akamiz bizning 3-sherigimiz. Bu hamkasbimiz, tanishamiz sekin-sekin bular bilan. Aka, ishlaringizga omad. Qancha olingan bilmaysizlar bular narxini? Bu qayerga? Dushanbegami bu ham yo Regargami? Dushanbega birga ketarkanmiz bo'lmasa hammamiz. Bo'ldi. Safar juda ham qiziq o'tadi. Kuzatib turinglar. Nasib bo'lsa biz yo'lga chiqyapmiz. Hamma bolalar tayyorgarchilik ko'ryapti. Mana shu aytib o'tgandek, mana shu mashinani men tortib ketaman. Buxorodan hozir yomon yo'ldan chiqib oldik. Bo'ldi, ketaverdik aka. Bir to'xtab proverka qilib oldik. Yukni bitta proverka qilib oldik. Surilgandek bo'ldi, ko'zimga qarasam, yo'q, hammasi joyida. Chunki tagiga mana bunaqa bruslar qo'yganmiz, taxti surilmaydi xudo xolasa. Remellar tortilgan ikki tarafga. Buxorodan endi nasib bo'lsa chiqib ketyapmiz. Bismillah. Ketdik xudo xolasa. Har doimgidek yengil mashina haydagan shoferlar qiynayapti bizni probkalarda. Mashina man Euro 6 avtomat korobka. Xudo xolasa yaxshi yurishlari, hamma yoqlari zo'r. Shuna bakoydan qaradim, xayolimda ozgina chiqqandek bo'ldi-da yuk. Yo'q, qarasam yuk chiqmagan ekan. O'zim ko'zimga shunaqa ko'ringan ekan. Xudo xolasa boshlanish yaxshi. Nasib bo'lsa oxirgi shunaqa kirib boramiz, yaxshi kayfiyatlarda, xursandchilikda kirib borib, xudo xolasa eson-omon yukimizni topshirib olsak bo'ldi, marra bizniki. Bunaqa gabaritli, bunaqa og'ir yukdagi spes texnikani olib borish to'g'risi ozgina mas'uliyatli ish. O'shuning uchun boshidan oldin haydaganman, bunaqa konteyner o'z haydab shunga o'xshash yuklar tashiganman-ku. Endi unga ham bir taxminan 3 yil bo'lib qoldi. Shuning uchun jichcha ham hayajon bor. Endi baribir yangi mashinaga o'tirganingizdan keyin bunga bilan sal qo'l kelishib olguncha ozgina vaqt o'tadi. Shuning uchun sal qo'l kelishib olguncha shoshilmay haydayapmiz. Ayni daqiqalarda biz hozir Buxorodan endi chiqib ketyapmiz. Xudo xolasa endi bu yog'ini kuzatib turamiz. Nasib bo'lsa bizni hozir yo'lda nima kutib turibdi? PHDNda turishdi, 3 ta mashinani olib ketishadi. Space, chunki bu space yuk. Kuzatib turamiz akalar. Oldinda bizni buyuk ishlar kutyapti. Buxorodagi yo'llari deyarli yarimi remont bo'layotgan sababli birinchi kundan menga to'g'risi imtihon, ekzamen bo'lyapti. Arender olish, furani o'zini-ku tigatish kallasini olib ketsangiz bo'ladi. Ozgina yukimiz ikki taraf chiqqan hisobiga, gabarit hisobiga ozgina qiyinchilik bo'lyapti. Bu tarafdan mana balon chiqqan, bu tarafdan balonlar mostda chiqqan ozgina. Spes texnikani mosti. To'g'risini aytsam, unchalik qo'rqmayman. Hayajon ham bo'lmayapti, lekin ozgina e'tiborliroq bo'lish kerak. Samasroq haydab yuribman, bu unchalik qo'rqinchli tuyulmayapti mashinani. Birdaniga bunga o'tirdim. Bunaqa qo'rqinchlik tuyulmayapti, lekin orqaga zadniy bilan kirayotganda ana sindirishga ozgina qiyinchilik bo'ladi. Esimdan chiqib qolibdi sindirish. Tegashlarda rulni chapga bursanglar mashina o'ngga buriladi, o'ngga bursanglar chapga buriladi. Xuddi o'shanga qo'l kelishmayapti. Samasvalni burayotgandek buraveryapman, adashib esimdan chiqib qolib. Xudo xolasa u ham uni ham nima qilib olamiz, ko'nikib ketamiz. Lekin aytganimdek, Rosamahmud bizga vajdeniya nimasi bo'lyapti, flash etkasi. Qashqadaryoga ham xudo xolasa taxminan 60-70 kilometr masofa qoldi. Bizda yomon yo'l boshlangan. Lekin mana ko'rsanglar bo'ladi, yo'lni narigi tarafini, streshni tarafini bitirib bo'lishibdi. Endi qayergacha bitirilgan bilmadim. Katta mashinalar chiqa olmasin bu tarafga, hozir yengil mashinalar yuribdi. Aytishlar bo'yicha shu Buxorodan to o'sha Qashqadaryogacha mana shunaqa yo'l bo'lar ekan mana. Yo'q, tezroq bitirishsa yaxshi bo'lardi. Katta mashinalar ham mazza qilib yurardi bunaqa yo'llarda, tekis yo'llarda. Bu necha kilometr shunaqa holat yo'l? Postga kirishgacha shunday endi yo'l. Ko'rib turganlar endi chap qo'limiz shu mana yo'l bityapti. Postga kirishgacha deyaptilar. Yo'lda ozginadir qismi, qanchadir qismi remont bo'lyapti ekan.
Xudo xolasa bu yo'llar ham bitib olsa, keyin mana bunaqa qiynalishlar, azob chekishlar bo'lmaydi, xudo xolasa. Yukimiz gabarit yuk. Og'ir yuk, o'shuning hisobiga sekin haydayapmiz. Va nihoyat Qashqadaryoga ham kirib oldik. Mana bu Isuzuchilar qaranglar. Qayerdan kelyapti shuncha bu olib beybulla, 1 2 3 4 5 6 7 gap yo'q, O, orqada ham kelyapti. To'y bo'lyaptimikin deyman, ben Isuzu uylanayotgan bo'lsa, kartajga faqat Isuzu qo'yishdiman. Xudo xolasa mana Qashqadaryo viloyatiga ham kirib keldik. Po'zgaygacha yo'llar ozgina yomon edi. Chiqdik yaxshi yo'lga. İşte kabinani qayerda tiq ovoz chiqyapti. O'shani ham xudo xolasa topamiz uni ham. Topmasak bo'lmaydi, chunki g'ashimga tegyapti bu narsa. Qashqadaryo viloyati. Rimellar taqib, aqlli insonlarga o'xshab, aqlli bolalar bo'lib, o'tamiz shu yerdan. Nima deydi? Stopni bor ekan mana bu yerda. Xudo xolasa mana Qashqadaryoga kirib keldik. Xo'p, Qashqadaryoga kirib kelib, viloyatiga xudo xolasa endi mashinani bitta tekshirib olamiz. Rimellari, balonlari. Rimellar joyida. Xudo xolasa. Mana bu yomon yo'lda balonimiz ozgina tegibdi. Mana bu rimel bo'shabdi. Buni tortamiz. Balon rimellari ham joyida. Bitta mana zanjir bo'shabdi ozgina. Buni tortib olishimiz kerak bo'ldi. Bizda hammasi joyida. Qo'rqmanglar. Hammasi meni nazoratim ostida. Sekin ko'zdan kechirib olsak bitta yengil mashina yo'limizga davom etamiz. Sizlar davom etinglar. Oldinda bundan ham zo'r videolar kutyapsizlar. Akalar, va nihoyat Qashqadaryo shahariga ham yetib keldik. Qarshi shaharga kirmasdan turib, to'g'ri o'tib ketyapmiz. Xo'p, akalar. Va nihoyat Qashqadaryoga ham yetib keldik, xudo xolasa eson-omon. Endi mashinamiz segan. O'ngga qaytamiz. Ko'rdingizlarmi? Ko'rdik. Mashina segan o'ngga burilib. Yo'limizda davom etamiz. Kelyapti sherik avtobus. Bizniki o'sha videoni boshida ko'rgan edik. Space texnika. Hozircha yaxshi, hammasi joyida. Yo'l to'xtab tekshirib kelyapmiz. Kontrol qilib ko'z tegmasdan yaxshi keldi. Mashinamiz mana Euro 6 2015-yil. Avtomat korobka. Bizning ishimizga avtomat korobka bo'lmasa ham bo'lmaydi, chunki bitta qo'lda telefon, bitta qo'lda rul. Kontentni qilib ketyapmiz. Biz hozir to'xtamasligimiz 50-50. Abedga to'xtashimiz kerak edi, o'zi plan bo'yicha Azamat 24 ga qarshiga. Lekin men bu yukimiz saprojniyaligi hisobiga to'xtasak kech qolib ketar ekanmiz. Agar to'xtasak shu bilan bugun qolib ketishimiz mumkin Qashqadaryoda. Shuning uchun xolodilnikka narsa olganmiz. Xolodilnikka to'ldirib narsa olganmiz. Oldinda gay bor ekan. Sal qoldi telefonimni ko'rib qolishiga. Gay saqlamadimi? Yo'q. Hozir qo'yib turibdimi deyman, Menimcha tarozi yo'q edi. Ko'rmadim tarozi. Hamma saqlaganmi? Xitoyda mashinani ushlayapti degan aytganingizdek.
Xitoy mashinalari ham minadimi, minmaydimi? Mana bunga o'xshab manlari minmaydimi? Yevropa mashinalari minmaydimi? Nima qiladi Xitoy mashina minadi? Bularga ham hayronman. Albatta hozir o'zimda ham samosvallarim bor, Xitoy samosvallari. Bu yerda poligon bor ekan, ular topshiradigan. Chap qo'lda mana mashina haydash o'rgatadigan nima bor ekan, poligon bor ekan mana. Isuzu turibdi orqasida pritsep bor. E kategoriyaga mencha o'shani o'rgatsa kerak. O'ng tarafimiz Qarshi shahari. Biz Qarshi shaharga kirmasdan turib bu yo'l bilan yurdik. Mana Nexia bilmadim. Nima qilyapti tushunmayapman. Tezligimiz yo'q, yuqori ham emas, 60 ketyapmiz. O'sha yerda mostga yetmasdan agar esimda bo'lsa, bitta yaxshigina garmoshka bor. Aka oldingizda bitta hozir daryo keladi, most. Bilmasam keladimi? O'ng tarafda garmoshkani yomoni bor. Chap tarafda yursangiz garmoshkadan o'tib ketasiz, sekinroq faqat. Ko'prikka yaqin joyda garmoshka bor. O'zda qarab tushundim. Agar hali ham turgan bo'lsa, o'sha garmoshka lekin yomon o'tadi mashinani. Bizni sherga avgonga chiqdi. Hayda deyapti, yo'l beryapti. Bu yerda daryo nimadir bor ekan. Mana shu yerda garmoshka bo'lar edi. Garmoshkani to'g'rilab qo'yishibdi. Garmoshkani to'g'rilab qo'yishibdi, yamab qo'yishibdi. Ha, ko'rdim, yamab qo'yishibdi. Shunaqa qilib svязlar birimiz bilan. Gap yo'q ekan. 3-4 kishi bo'lib ketsanglar zerikmas ekansizlar. Buni ham o'ziga yarasha gashti bor. Radar bor ekan, radar. Ha, radar ko'rdim. Radar bor ekan, telefonni olarmikin shuni o'ylab turdim men. 60 saqlab turamiz. Telefonga agar Assalomu alaykum aka, tuzimsiz? Assalomu alaykum. Men ulishli fotografman. tezlik uradi deb o'ylayman. Agar tezligim 60 ta o'tmaganda, agar 60 dan o'tsa, radar uradi. 67, 66 uradi radar. O'shanda ham radar urgandan keyin kamerani ko'tarib qarasa, qo'lda telefon, remen taqilmagan. Jackpotda 3 tasi birda bo'ladi. O Qarshida ham anchagina nimalar ko'payibdi, domlar. Buxoroda ham ancha ko'payadi domlar. Qarshida ham ko'payib Qashqadaryo. Hozir mana bu yerdan 10 ga yuradigan bo'lsak, Qarshini shahardan chiqib boramiz. Chapga nomi esimdan chiqib qoldi. Qarshini qayergadir borardik, shu Qarshini qayergadir taniqli joy edi, esda qolarli joy edi. Shahrisabz, ha, bo'ldi, Shahrisabz. Shahrisabzga borar ekan chapga. Gorniy bilan to'xtaymiz. Retarda bor. To'rimizga anchagina foyda retarda bilan to'xtash, gap yo'q. Kollektiv zo'r, ko'rsatmasan, bir-birimizga to'xtab yo'llarda yordam berib kelyapmiz sekin, shoshilmay. Xo'p, men o'zimni ham ko'rsatib qo'yaman. Mana menman. Shtativ olganmiz mana, shtativ. Mana bu chekkalarga telefon qo'yadigan, mana past bu yoqda ham bor, mana bu yerda ham bor, telefon qo'yadigan ko'rayotgan bo'lsanglar. Shuna qilib yaxshi ijod qilib kelyapmiz, yo'lma-yo'l zeriktirmasdan o'zimiz qo'shiq aytib. Endi videoni cho'zib desam, nima ko'p, yo'l uzoq, hali yo'lda ko'p videolar olishimiz kerak. Bu juda ham uzayib ketadi videomiz, shuning uchun iloji boricha videoni qisqa qilib, qiziqroq joylari, videolar ko'proq qo'yishim kerak, chunki auditoriyani ham zeriktirib qo'ymasligimiz kerak. Ko'p akalarimizni ko'rgan odamni hozir shu yerda videoni o'chiramiz, qolganini xudo safar davomida kuzatib boramiz. Hammaga rahmat. Va nihoyat Azamat 24 choyxonasidan o'tib olgandan keyin haqiqiy hayot boshlandi. Voy. Voy, sekin, oy, jentra. Oldindan mashina kelyapti. Vobshe appasini yurishadi bular. Ertadan bo'lishmaydi. Mashinamiz 14 talik avtomat, retardasi ham bor. Sekin tushamiz shoshilmay. Qachon mana shu yo'llar tekis bo'lar ekan, ha?
qatnov juda ham ko'p mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Mashina juda ham ko'p. Bu yo'lni sal kengaytirmasa bo'lmaydi deb o'ylayman. To'g'rilab. Biz sal nozikroq bo'lgani uchun biz ham sekin tushamiz, shoshilmay. Juda opasniy. Streshnikdan kirib ketyapman. Mashinalar shuncha mashinalar. Iloji boricha chetroq yuraman, o'ngroq. 3 ta mashina sig'ish uchun, oradan bitta mashina o'tib keta olish uchun. Ozgina shoshilyapmiz-ku. Shoshilganda ham qanday shoshilyapmiz? Yeyishga narsalar olganmiz, saboy, xolodilnikka, yonimizga chaqchuqlardan mayda-chuyda narsalar olganmiz. Maqsad to'xtamaslik. Mana shu yorug'da shu nimadan o'tib olsak, xudo xolisa perivaldan qolganiga sekin-sekin ketilaveradi. Baribir ko'z tashlab turmasa, nari oldinga ketadigan mashina orqasiga men qarab turibman, tentovkalarga qonun solmadimi deb. Men mashinamga orqaga kelayotgan mashina qarab turibdi, orqadagi mashina avtobus, ularga unaqa shart emas. Xullas bir-birimizga qarashib, yo'lma-yo'l tortib bo'shagan bo'lsa, yuklarimiz shunaqa kelyapmiz. Gazni bosay desam, ko'bil chiqib qolgan avgonga. Bosmaysan o'zim qolib ketyapman. Biroq yaxshilik qilaman. Sapovajen telefon qildi. O, nima deydi? Hozir ko'taraman, Sapovajen telefon qildi. Nima deydi aka? Mana Dehqonoboddda kutib turgan ekan, Xoroshinaga Dehqonobodda o'tib. Sapovajenni kutib turgan ekan. Bo'ldi aka. Yo'q, qattiq bo'ling, sementa o'z. Abochinadan chiqib ketyapti. Tepaga qarab yetmayapti chiqishga. Abmo qilishga ehtiyot bo'ling ekan. Tushunarli. O, mana sementa o'z yuk bilan chiqib kelyapti. Oldin mana burilish bor-ku, men o'zi qaytadigan. Aha. Ha, eshityapman. Mana shu burilishda meni pochchagim tushib ketgan birinchi reysimda. Voy. Sementa o'z. Sementa o'zi ham yuk og'irmi deyman, qiynalyapti rosa. Ha, bechora zo'rg'a chiqyapti demaklar. 50 tonna borda yuki. Ko'p ham bo'lsa kerak. Siz turgan joy borku hozir? Ha. Pochchagim chiqib ketgandi, tegashdan. Tushib ketgandi yerga. Nima ortgandingiz? Tentovka edi, yukim ham og'ir emasdi. Bilmayman nima qo'yaverganini lafayt. Nima yuk ortdingiz? Yuk yengil edi, dori darmon Erondan kelayotgandi. Katta ziyon yetmaganmi, zarar? Ziyon faqat nimada bo'ldi, pritsepda bo'ldi. Mayli. Ko'rgan kuningiz o'sha bo'lsin, yomon kuningiz aka. Birinchi reysim edi, travmam ham yo'q edi. Travma bordi, petsa edi. Yo'q edi menda o'sha payt. Mana itlar yuribdi. O'tin ketgan sho'pirlardan non oladi bular. Hozir Dehqonobodda shaharda to'xtadik. Yana bitta qarab olmasak, yo'l juda ham yomon. Remenlarga bitta ko'z tashlab olmasak bo'lmaydi shuncha. Mana bu balon surilibdi mana orqaga. Yo'lma-yo'l. Balonlar bilan olib kelyapmiz. Shu. O'zi qancha ham qolmadi? Nechta metr qoldi taxminan? 150 qoldi. Ne ko'pmi? 150 dan ko'pmi? Remenlar torttirdik, yana yo'lga chiqamiz. Do'stlar, va nihoyat tepada temir yo'l vokzal bor. Temir yo'l vokzaliga qarab yaqinlashib qoldik. Yo'llar vobshe
xaroba qoldi. Endi bu qachon bir remont bo'lar ekan? Kontent qilish nasib qilsin tezroq bizga ham ko'raylik shu yo'llarni biz ham. Bizni farzandlarimiz ham emas, biz yuraylik biz ham. Mashina yursanglar yo'l charchatmaydi, mashina charchatmaydi. Mana bunaqa yo'l, rasvo yo'lda charchatadi. Yevropalarda qancha yo'llar bosib o'tishadi. Necha ming kilometrlar bosib olishadi, lekin yo'llari vash tekis. Charchatmaydi yo'llarni. Mana bu yo'llarni dabdalashtiryapmiz. 10 hours later. Nihoyat Surxondaryoga ham yetib keldik. Bu xohlasa mana post. Hozir bitta mashinalarni ko'zdan kechirib, nasib bo'lsa perivaldan ham tushib oldik. Bu yog'i deyarli to'g'ri yo'l, tekis yo'l. Endi bu yog'iga sekin bosabas qilsak ham bo'ladi. Xudo xohlasa. Mashinamiz retardasi borligi juda ham foyda. Go'rnidan ko'ra anchagina mazza qiladi odam. Ayniqsa avtomatik korobka bo'lsa, yana ham mazza. Bir mudozlar vaqt bo'lar. Bu postda juda ham probka. Mashina bilmayman sekin o'tkazyaptimi? Mashinalarda mana. Toshkent shahariga chiqib ketish Surxondaryodan anchagina probka. Mashinamizni bitta lampochkasi kuygan ekan. Bugun birinchi kunimiz, bilmaganmiz lampochkasi kuygan. Endi xudo xolasa Toshkentga qaytganimizda Azdaka bor. Avtobot shopda. O'shalarga olib boramiz. To'g'ri Toychoqda kunduzni kechqurun qilib yuradigan qilib beradilar, xudo xolasa Azdakam. Mana hammasi o'sha tranzit mashinalar mana. Mana bular ham tranzit mashinalar. Hop, biz yo'lga chiqdik. Endi xudo xolasa yo'lda bir yaxshiroq bir choyxonani topib, choy ichmasak bo'lmaydi, ovqatlanmasak bo'lmaydi. Chunki obedda ham to'xtamaganmiz, sababi tezroq mana shu nimadan o'tib olaylik. Perivaldan yorug'da degan maqsadda. Xo'p, va nihoyat Ujinga to'xtadik. Remellar tortib chiqib, hammasi joyida, xudo xolasa. Balonlar ham joyida. Podushkalar hamma yoq ko'zdan kechiramiz. Xudo xohlasa zo'r, hammasi cho'tki. Şeyler. Al böyle, çarşafı. Hazırlasın. Hop. Tojikistonga ketgan avarengi mashinada. Toyota Estima ekan nomi. Voy minishadi endi. Remont qilib minishadi buni. U qayerdan qaytib kelyapti? Gazlot bilan Amron dedi. Endi minilgan bular. Minib. Ya o'zi yangi oladi buni. Buni sotishadi ki. Вот это поворот. Tojikistonga sotishadi buni. Hop. Ularni oltin qoidasi. Uyqung keldimi, to'xta uxla. Biz hozir yoshlar va turizm ko'chasi ekan. To'xtadik. To'g'risi 100 kilometr yo'limiz qoldi. Odam charchadi.
riskga o'tgimiz kelmayapti. Endi mana shu yerda yotib uxlab, dam olib, ertaga Xudo xohlasa yo'lda davom etamiz. Xo'p, akalar, bugungi safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xohlasa endi ertaga ertalab yo'lga chiqamiz. Hozir davom olmasak, yo'l xatoni kechirmaydi deydi. Ustozimiz shunaqa gaplari bo'lardi. Uyqular keldimi, sizlarga tavsiya qilaman. Qayerda bo'lishda qat'iy nazar. Yotib uxlanglar, chunki yaqinda o'zim bir yaqin tanishim ko'p bo'lmadi. Bir 10 kun, 15 kun oldin yeb. Xullas yetib olaman deganda, yuk egasi olib boring degan, yetib olaman deb haydagan. Ertalab soat 4 ga yaqin tushiradigan joyiga 500 metr yetmasdan Vadazburga tushib ketdi mashinasi. 500 metr. O'sha 500 metr ham yurganda o'sha yetib borgan bo'ladi. Qancha bir 2 minutlik yo'lmi? 500 metr. Hech qachon nima qilmaylar, nima deydi? Sizlarga bir uka sifatida tavsiyam, uyqinglar keldimi, yotib uxlanglar. Hech kim rahmat aytmaydi yoki bo'lmasa hech kim yordam bermaydi. O'zingizlar joyingizlar, o'zingizlar texnikangizlar, o'zingizlarga qadrlang. Sizlarning ketgan uyingizlarda oilanglar bor, boshqalar bor. Uyqinglar keldimi, yotib uxlanglar, tamom bo'ldi. Hamma narsani unutinglar, esdan chiqaringlar. Bu uyqu mastlikdan yomon narsa ekanda. Mas odam amallar boshqarib ketaveradi, lekin bu uyquni boshqarib bo'lmasa kerak. Shuning uchun bugungi safarimiz nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa sarguzashtlarimiz ertalabdan davom ettiramiz. Bizimcha shu davom etadi mana. Ustozim. Hozir gaplashayotdik, obunachilar bilan bugungi safarimiz nihoyasiga yetdi. Endi bunchalik dam olamiz. Dam olamiz, ertalab yo'l yuramiz, xudo xolasa. Hammaga xayrli kun. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Biz damlar olib mana xudo xohlasa yo'lga chiqib oldik. Nasib bo'lsa endi bu yoq unaqa uzoq emas yo'limiz. Taxminan 100 kilometr atrofida. Mana shu shaharroq joyiga to'xtab damlar olib yuklarimizni bir tekshirib nazorat qilib oldik. Endi xudo xohlasa bu yoqqa yursak bo'ladi. Kechqurun ozgina charchab qoldik, shuning uchun o'zi kechqurun bormoqchi edik-ku. Charchadi bolalar, shu bilan dam ola qoldik. Riskka ortmasdan. Xo'p, Denoga kirib keldik. Denoda somsaxona bor ekan. Navoiylik akalar bilan tanishib YouTube'imizni so'rayaptilar. Navoiylik Shopir akaga salom deb qo'yasiz, YouTube'ga qo'yamiz videoni. Rozi bo'lasiz faqat. Choy ichib, akalar bilan mashina bitta proverka qilib oldik-da. Endi xudo xolasa yo'lga chiqyapmiz. Tamom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamasizmi? Alloh yaxshi. Zo'rmi? Zo'r. Bo'ldi. Shopirlarga salom yo'llab qo'ying. Sizga salom. Xudo o'zi asrasin, yarashgan o'zi asrasin, hajratni o'zi qo'llasin. Sog' bo'linglar. Duoda bo'lib turasizlar namozdan endi. Amin. Sog' salomat bo'ling. Hamma zavorimiz tinch bo'lsin. Xo'p, tog'adan duoni oldik. Endi sekin yo'lga chiqsak ham bo'ladi. Akalar, sizlarga ham rahmat, charchamanglar, sog'lik, salomatlik. Dalabo'y Toshkent YouTube'da ham shu kanalimiz. Charchamanglar, rahmat. Hop, tortib oldik bularni. Sheriklar yurishni boshlashdi. Choyni ichib oldik, xudo xolasa. Endi sekin yo'lga chiqsak ham bo'ladi. Sekin Tojikistonga yaqinlashganimiz sari radiolar faqat shu tojikcha qo'shiqlar chiqishni boshladi. Tayyormiz aka, ketdik. Hozir 1 minut. Hozir to'xtab bo'lsa. Yo'q, mana bu Navoiylik akalarimiz ham shu yerda ekanlar. Kuzatib borayotgan ekanlar. Hozir ular bilan ham ko'rishib, salom alaykum qilib. Menimcha piyozni kelishgan bular. Xo'p, safarimiz davom etadi. Endi bu birinchi YouTube'dagi birinchi videom bo'lgani uchun bilmadim. Bu yoqqa nima qo'yish kerak, video qo'yish kerakmi yoki gapirmasdan yo'lni o'zini videoga olib borish kerakmi, orada muzika bilan. Uni to'g'risi bilmayman. Endi xudo xolasa fikringlar kommentariyga yozib qoldirsanglar, men aytaman, bunday qilsangiz zo'r bo'lardi. Sizlarga nima ko'proq qiziq, nima yoritolmay qo'yayotgan joylarim bor, o'shalarni aytib borsanglar, men shunga qarab sekin to'g'rilab boraman, qolgan etaplarni ham sekin to'g'rilab boramiz.
Endi bu birinchi video, xudo xolasa sekin-sekin yo'liga tushib ketamiz. Qanaqa video qo'ysa yaxshi bo'ladi, qiziq bo'ladi odamlarga, shopirlarimizga qiziq bo'ladi. Sekin-sekin etap-etap joylab boramiz. Bu birinchi resim bo'lgani uchun men ham misol chegaradagi holat qanaqa o'tishlarini haligacha bilmayman. Chegarada nima qilish kerak, qayerga taklif berish kerak, qanaqa nima bo'lishi kerak, buni ham xudo xolasa yo qo'limizdan kelsa video qilamiz, bo'lmasa o'tib bo'lgandan keyin og'zaki tushuntirib o'tib ketaman, chunki yana kimdir o'tmoqchi bo'lsa, bu video foydali bo'lishi mumkin. Shu hozircha shu bizda. Qolganini yana safar davomida gaplashamiz. Akalar, Tojikistondan terminaldan chiqdik. Xabarda 20 so'm bormi? Xabaringlar bor. Bor aka. Bo'ldi, gaga o'zingiz tushuntiring. Bo'ldi. O'zimiz o'tib ketamiz. Bo'ldi. Bermasangiz chiqolmaysiz, shunaqa. Xabaringlar bor. Xabaringlar bor, mana shunaqa spesitexnik yorkamiz Turkmanistondan Dushanbega. Yukimiz gabayt bo'lgani uchun spes ruxsatnoma oldik Tojikistonda yurishga. Lekin Furach akalar, joninglarga balli, qanaqa chiqyapsizlar bunaqa probkalardan? Men birinchi marta ketganim uchun shuncha qiyinchilik bo'ldimi yoki o'zi haddan shunaqa qiyinchilikmi Tojikistonga o'tish? Bilmadim. Juda nimalari ko'p ekan. Bosh og'rig'i, xullas bu narsalarni men aytmay qo'ya qolay, lekin ko'p ekan. Juda ham ko'p ekan. Ortiqcha nimalar. Yugurlar. Xullas mana chiqib ketamiz. Tojikistonda hozir hamma terminaldan chiqib ketyapti soat 8 dan keyin. Sababi soat ertalab soat 8 dan kechqurun soat 8 gacha yuk mashinalari umuman yuk bilan yurish mumkin emas ekan. Shuning uchun kechqurun chegaradan o'tib to'g'ri terminalga kiradi. Terminaldan hamma soat 8 dan keyin chiqib yukini tushiradigan joyga yetib oladi. Ertalab yukini tushirib pussiq holatda qaytib kelsa bo'lar ekan. Yuk bilan umuman yurish mumkin emas ekan, jarimasi katta ekan. Hozir mana xudo xolasa. Mashina ham o'zining sheriklariga yurib beryapti. Xudo xolasa mana chiqib oldik, nasib bo'lsa endi sekin yurishni boshlaymiz. Xullas ketyapmiz. Dushanbega qarab. Yo'llari vaqt tekis, radar yo'q. Tojikistonga o'tishimiz bilan shu o'z-o'zidan faqat tojikcha qo'shiqlar bo'lyapti. Radiomiz faqat tojikcha qo'shiqlar qo'yib beryapti. Va nihoyat Dushanbe shahriga kirib keldik. Kechqurun ishlashirkan obodonlashtirish xodimlari mana hammalari kechqurun ishda yurishdi. Dushanbedan yana taxminan 100 kilometr boradigan joyimiz. Lekin biz oxirigacha yurmaymiz. Shu yerda qolamiz. Dushanbeni bir joyda vakansiya tashlab berishgan. Ertalab o'zlari spes nima bilan apparatlar bilan olib ketishar ekan. Oldinda ketayotgan mashinada vakansiyalar ham bor. Men hali sim kart oldim. Telefonimga qo'yish uspet qilmadim. Videolar qo'yamiz. Endi sekin to'xtaganda tochkani yoqib yoki bo'lmasa sim kartani qo'yib bitta qo'yiladi. Bu olinayotgan videolar esa YouTubega joylanadi, videolar. Chegirmamiz ikkitaga to'xtatdi. Ikkoviga ham spes razрешениyadan ko'rsatdik. Indamadi, o'tkazib yubordi, lekin salom alaykum keting dedi. Bermadik to'g'risi. Yo'lda e'tiboring yo'lni kechqurun to'g'rilashyapti salqinda. Shunaqa.
طریقی وقتی دقیق بونگیز خطر شتابت دگر آوتو 100,000 سومانی با یک شناسنامه تا 10,000 سومانی اکنون گرفتن قرض بین دولت آسان شد Oldi, yering oldiroq. میتواند تا 10,000 haydayapman. دگر آو به زمین به تشریف آور فقط تو بطور نقدی مبلغ گیره اونلاین قرض در حقیقت 5 دقیقه Turlarga kelyapsizmi? Kelaman. Xo'p, aka. Oldinga o'tmoqchimisiz, to'g'ring. Ketdik gapimiz. Sizlar durib qolganlar oldu. Va nihoyat do'stlar, yukimizni olib keldik. Xitoylik obyektlarga, Xitoylik akalarga obyektga olib keldik to'g'rirog'i. O'zimiz tushiramiz desak, yordamlashamiz desak, yo'q, sizlar chekka turinglar deb sho'pirlar chekka chiqarib qo'yib, kaska forma yo'q, o'zimiz tushiramiz deb mana o'zlari tushirishyapti. Bu qanaqa zavoddan o'zi? Yo'q, просто zanjir ilinib qolmasligi uchun olib ketyapti bu yoqdan. İp orqali o'tkazib oladi. O'sha. Birinchi bo'lib meni mashinamni tushiryapmiz. Turganlaringdek, yukni olib kelib oldik, eson-omon, sog'-salomat. O't tepasi anchagina baland, 460 bo'ldi menimcha. 475. 475 bo'ldi. Juda qiynaldik yo'lda kelguncha. O'zi birinchi bunaqasi old tarafi dedi. Keyin Kamol akam tavsiya qildi. Mana bunaqasi aylantirib qo'ydik, to'k kelgan bo'lsa, sizlar o'tib ketaveradi deb tavsiya qilganlar. Keyin o'sha bo'lsa, buni orqaga aylantirdik yukni. Aytganlarni bo'ytisi kaltaroq pastroq sim bor ekan. O'sha uzmasdan taydan o'tib ketdi. Keyincha muammo bo'lmadi, xudo xolasa hech qanday tegmasdan. Vaqt kelsa podushkalarni tushirdik, pritseplarni ham, tegachkini ham. Xullas, nima borki qo'limizdan nima imkoniyat keladiki, shuni qildik. Olib kelishni harakatini qilib, mana Tojikiston Respublikasi Bo'qar degan joy bor ekan, o'sha Xitoylarga olib ketdik. Birinchi bo'lib meni mashinam tushyapti. Agar video qiziq bo'lsa, fikrlar kommentariyga yozib qo'yinglar. Bu birinchi videomiz bizni. Boshida ham aytganman. Bizni bu birinchi videomiz ikki qo'yiladigan. Yana sizlarning taklifinglar bo'lsa, yana nima mavzu sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyga yozib qo'ysangiz, o'sha sizlarning qiziqishinglarga qarab mavzular sekin-sekin YouTube'ga olib chiqaramiz. Sizlardan bitta iltimos, hamma tanish sho'pirlarga yuborib qo'yamiz. Maksimalni kommentariyada podpishkani bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Sizlar uchun joyda biz cho'tga davom ettiramiz. Hammaga rahmat.